Kiberxavfsizlik va sun'iy intellekt yangi davrning himoyachilari. Bugun dunyo raqamli inqilob davrini boshdan kechirmoqda. Har bir qurilma, har bir ma'lumot global tarmoq orqali uzatilmoqda. Ammo raqamli imkoniyatlar ortidan xavf ham ortmoqda. Kiberhujumlar soni har yili millionlab holatlarga yetmoqda. Bank tizimlari, davlat portallari, sanoat obyektlari barchasi potensial nishon. Bu xavflarga qarshi qanday kurashish mumkin? Javob: sun'iy intellekt yordamida. Sun'iy intellekt bu nafaqat ma'lumotlarni tahlil qiluvchi, balki real vaqtda tahdidlarni aniqlovchi, tushunuvchi va ularga javob qaytaruvchi kuchli vositadir. Sun'iy intellekt ozozini o'rgatadi. Har qanday g'ayrioddiy xatti-harakatni aniqlaydi. Kiberhujumlar boshlanishidan oldin ularni bashorat qiladi. Dunyodagi yirik kompaniyalar Microsoft, IBM, Google o'zlarining xavfsizlik tizimlarida allaqachon sun'iy intellektdan foydalanmoqda. Masalan, sun'iy intellekt yordamida phishing xatlari darhol aniqlanadi. Zararli dasturlar karantinga olinadi. Noma'lum IP manzillar bloklanadi. Real vaqtda foydalanuvchi xatti-harakatlari monitoring qilinadi. Yaqin yillarda kiberxavfsizlik sohasida sun'iy intellekt asosiy himoyachiga aylanadi. Hujumchilarning strategiyasi murakkablashmoqda, lekin sun'iy intellekt yanada aqlliroq bo'lmoqda. U doim hushyor. U tinmay o'rganadi. U insonni himoya qiladi. Raqamli dunyoda ishonchli bo'lish uchun bizga inson intellekti bilan birga sun'iy intellekt ham kerak. Kiberxavfsizlik bu jamiyat barqarorligi garovidir. Texnologiyani xavfsizlik bilan birlashtiring. O'zingizni, tashkilotingizni va kelajakni himoya qiling. Siz ham sun'iy intellekt asosida ishlaydigan xavfsizlik tizimlariga sarmoya qiling. Yangi davrni sun'iy intellekt bilan boshlang.